Xitoyga xizmat safari yoki sayohatga borish uchun har qanday davlat chegarasini kesib o'tishda bo'lgani kabi muayyan qoidalarga rioya qilish talab etiladi. Bu qoidalardan biri immigratsiya kartochkasini to'ldirish bo'lib, uni Xitoyga kiradigan barcha chet ellik fuqarolari to'ldirishi kerak. Immigratsiya kartochkasi Xitoy va ingliz tillarida tayyorlangan. Bu hujjat Xitoy davlatiga kelayotgan barcha mehmonlar uchun majburiydir. Ushbu kartochka odatda samolyot bortida yo'lovchilarga taqdim etiladi. Parvoz davomiyligini hisobga olganda, kartani to'ldirish uchun yetarli vaqt mavjud bo'ladi. Har bir yo'lovchi uchun maxsus blank taqdim etiladi. Immigratsiya kartochkasini barcha fuqarolar, shu jumladan bolalar uchun ham to'ldirish kerak bo'ladi. Bu farzandlaringizni Xitoyga kirishi uchun muhim shart hisoblanadi. Immigratsiya kartochkasini nafaqat samolyotda, balki Xitoy aeroportida pasport nazoratidan o'tishdan oldin ham to'ldirishingiz mumkin. Immigratsiya kartasi odatda sariq rangda bo'ladi, lekin u shaharga qarab boshqa rangda bo'lishi ham mumkin. Asosiy mazmuni va ma'nosi bir xil bo'ladi. Ma'lumotlar chet el pasporti va oldindan olingan Xitoy vizasi asosida to'ldiriladi. Kartochkaning o'ng qismi Xitoyga kirish paytida immigratsiya xodimlariga topshiriladi. Chap qismi yo'lovchida qoladi va Xitoydan chiqib ketayotganingizda kerak bo'ladi. Ushbu qismni yo'qotmasligingiz juda ham muhim. Aks holda Xitoydan chiqayotganingizda ayrim muammolarga duch kelishingiz mumkin. Agar sizda nimaga immigratsiya kartochkasini oldindan to'ldirishim kerak degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, kartani oldindan to'ldirish chegaradan o'tish vaqtini tezlashtiradi. To'g'ri to'ldirilgan karta chegara xizmat xodimlari bilan ortiqcha tushunmovchiliklardan qochishga yordam beradi. Xitoyda bo'lish davrida rasmiy organlar tomonidan tekshiruv amalga oshirilsa, bu hujjat muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Keyingi videoda men sizga bu kartochkani qanday to'ldirishni o'rgataman. Agar ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.